dekabr operatsiya bo'lgan. Tizzani holati mana stabil. Уже o'ynamaydi umuman. Qani to'g'ri yozibchi? Yozilishi to'g'ri. Endi bukamiz bo'lib keladi. Og'riqlar yo'q, yurishda. Yo'q, yurishda og'riq yo'q. Yurishda og'riq yo'q. 4 oy bo'ladi. Operatsiyadan oldin bo'lganda Musobaqada paydo yurish. haydovchi bo'lgan. Keyin yurganingizda bilinmasdi-yu, yugurganda chiqib ketgan. Ha, yurganda chiqib ketadi, og'riq bo'ladi. Og'riq bo'ladi. Ha, keyin burilish, mana oyog'im shunaqa turib, oyoqlar burilmas. Burilmas. Burilganga o'xshasa olib chiqib ketadi. Olib chiqib ketadi. Shu suyakda xuddi suyak joyidan chiqib, qaytib tushganday bo'lardi. Operatsiyada og'riq bo'lmadimi? Yo'q, og'riq bo'lmadi. Operatsiyadan keyin ham og'riq bo'lmadi, to'g'rimi? Yo'q, og'riq bo'lmadi. 2 kunda musobaqalashdi o'zi. 2 kun javob berganmiz. Jarohatlar yaxshi, hozir bitishi joyida, yozilishi to'g'ri, ikkinchi to'g'ri, ishi yaxshi. Kimda shunaqa muammolar bo'lsa, bizga kelishlari mumkin. Yaxshi qilib beramiz.